Nimadir so'rayapti. Deb o'ylaysiz o'zingiz brat hozirmi? Can you say Salom Uzbekistan? Salom. Salom Uzbek. Yetiraveryapti. Vitaliy komandasi rasmini tushib oldi. Qilib kelgan o'ziga Navi nimalar bilan. Kim yutadi? Navi. Hammaga salom. Birinchi vlog. Xo'p, Vengriyaga uchib ketish arafasida biz bu vlogda nimalar bo'ladi? Qisqasi hozir aeroportdan boshlab keyin birgalikda tomosha qilib boramiz. Примерно soat 5:00. Oy. Soat 5:15 bo'libdi. Yarim soatdan keyin Istanbulga uchamiz. Istanbulda 3 soat kutib, keyin esa Vengriya Budapeshtga. Kuzatishda davom etinglar. Samolyotga chiqamiz. Sekin, bemalol. Shoshilmasdan. Flight Turkey 365 Istanbul International Airport, Captain Serhan Kaplan and Mustafa Topal will be commandant of this flight. Our flight will take about 5 hours. Istanbul aeroportida biz hozir kichkina problema bo'ldi biz bilan. Chunki kelganimizda pasportlarimizni olib, nimaga kelganimizni, nima sabab, bu yerda nima qilib yurishimizni so'rab olishdi. 1 soatcha vaqtimizni oldi bu narsa. Hozir endi Burger King izlab yuramiz aeroport ichidan. Burger Kingni topib, ozgina baqin qilib, keyin sekin Budapesht, Vengriyaga uchamiz. Chiroyli aeroportdan lekin Istanbul. Xo'p, o'zi bu vlogda nimalar bo'lib o'tadi? To'g'risi, men birinchi vlog olishim, shuning uchun o'zim ham bilmayman o'zi nimani syomka qilishni, lekin maqsadim, xo'p, mana shu xuddi siz ham ko'rib turgan odamlar ham biz bilan birgalikda Budapeshtga borganda bo'lishi. Mana shuni his qilishni shu vlogda ko'rib. Siz esa hozirdan videoga like bosib qo'ying va kanalga ham obuna bo'lishni unutmang. Biza примерно hozir Burger Kingni biqin qilib oldik. Hozirgina qorin to'yg'izib, endi 1-2 soatdan keyin Budapeshtga uchamiz va u yerdan kontentlarni davom ettiramiz. Hamma qiziqarli narsalar hali oldinda. Hozirdan like bosib, maza qilib tomosha qilamiz. Ketdik. Budapeshtga kelib oldik. Hozir mana Vanda ketyapmiz bratva birga. Sekin boramiz, lekin bu yerda ob-havo juda yomon. Lekin hozir birinchi kunda o'zida aeroportda o'zida Monisi Kiyosakini ko'rib qoldik. To'g'risi, hali unaqa ko'p intervyu olishga ulgurganimiz yo'q. Nasib bo'lsa, ertaga turnirda o'zida bemalol yana intervyular olib ko'ramiz. Shahar mana bunaqa ko'rinishda. Public transport is the It's best. very good. It's easy. It's cheap, easy. Okay. There is a metro, yeah, Uh-huh. 4 lines. There is buses, tram. Okay. It's, you can buy a 1-day ticket, 2-day, 3-day ticket. That's great. If you download the Budapest Go app, Yeah. then it's easy, Oh, and it's in English as well. Yeah. Taxis are yellow, but yeah. taxi is taxi. You know, so Taxi is more of course it's more expensive. expensive, yes. Yeah. But if you want, I can give you a card, and if you need a transport, Okay. even to Vienna, we do that as well. Okay. Okay, Thank you. You can write to them on WhatsApp. That's the best thing to do. What's up? Yeah, WhatsApp to that number. It's a +35 number. The company has like 5-6 minibuses like this. Okay. Kartalarni berdilar hozir. Buni bilan transfer qilishgan. Which places do you recommend to go? Definitely go up to the Buda Castle. Buda Castle. Buda Castle, yes. But from there you have nice Yeah. panorama. Can I record? For my YouTube channel. Can you say hello? Hello. Okay. Welcome to Budapest. Thank you. So if you go to the Buda Castle, you have beautiful panorama from there. You can see all the bridges across the Budapest. You can see the parliament across. It's nice. Parliament is Yeah, also it's nice, beautiful. Yeah. I saw you on YouTube. Yeah. Jo'raga boramiz sekin.
MTK arenaga yetib keldik. Hozir ichkariga kiramiz. Havo juda sovuq. Mana bu arena oldidagi haykal. Bu esa arenaning ichi. Ichkarida o'yinning serverlari bo'lgan. Mana kompyuterlar hammasi. Mixon. Oh, okay. Yeah, so after every match is water, but So, they can decline everything. We saw Falcons and Furious teammates on the airport. Yeah, really? Yeah. Wow. This entrance is only for press and staff, so you can always use that. From stage. Can we sit there? Sorry? Can we sit there? Yeah, sure. Okay. And I mean, this is just the press way. Yeah. Okay. In the audience, you can sit anywhere. You can do any content you want. The only rule is to stay behind the curtain. Like you can go to the desk, you can go to the manager. Oh way, really? Thank you so much. Thank you so much. Looks so Sorry? Have you ever heard about Uzbekistan? I mean, I heard about it, but never been there. This is so cool. Thank you so much. So that's it. Thank you, bro. And I write on our WhatsApp chat Biz arenaga yetib keldik. Hozir mana hamma joyda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda turnir bo'lib o'tyapti orqada. Mana bu yerda esa muxlislar hamma o'tirib olgan. Ovoz hammasi yaxshi eshitilayotgan deb umid etaman. To'g'risi hayajon katta. Bizga badjiklarni topshirishdi, press badjigi. Bu badjik bilan biz bemalol turnir davomida press ishlarini qilib yursak bo'ladi. Hozir esa orqa fondan ko'rishimiz mumkin bu yerda. Bu akkreditatsiyani olish uchun biz shuncha vaqt davomida nechta turnirda yoritdik. Aynan o'zbek tilida. Chunki nimani xohladik? O'zbekistonlik jurnalistlarga beriladi degan akkreditatsiyani. Hozir ham masalan biz intervyu olmoqchi bo'lsak, igroklarga biz o'sha taklif jo'natadi Starlider jamoasi. O'zbekistonlik jurnalistlar sizlardan intervyu olmoqchi ekan. Ruxsat berasizlarmi, rozimisizlar shunga degan paytda ha degan javobni beradi bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bizning auditoriyamizda hamma narsamizni ko'rib chiqqan holatda akkreditatsiya birinchi marotaba O'zbekistondagi jurnalistik blog Flashbangga topshirildi. Bundan oldin hali hech kim olmagan. Hozir ham Flashbangga, ya'ni 3 talik akkreditatsiya bergan. Bu mana o'zim va Abuzerga berdik ikkinchi akkreditatsiya. Abuzer ham bizlar bilan kontaktlarda ko'rib turibsizlar. Bizning 3-chi odamimiz. 3 kishi bo'lib kelib mana shu turnirda hozir rasman badjik bilan yuribmiz. Ikkita komanda. O'yin esa boshlanish arafasida. Eng zo'r momentlardan bittasini o'tkazib yubordik. Mayli, tomosha qilamiz. 3-2 ekan vaziyat hozir. 3-2 vaziyat ko'rib turibsizlar. Bu yerda hop Pua hamda M80, ya'ni Passion UA hamda M80 komandalarining o'yiniga yetib kelganmiz bugun. Arena qisqacha mana shunaqa ko'rinishda, hal mana bu tomonlarida. Prem orqamda sharhlovchilar o'yinni sharh etdi. Bu yerda esa o'yin. Va mana bu nimadan ostida igroklar bor, u yerga borishga yana harakat qilib ko'ramiz. Like bosmagan bo'lsangiz hozirroq like bosib qo'ying. Hali qiziq kontentlar yana video davomida. Xo'p, bu esa press room, ya'ni hamma intervyular aynan mana shu xonada bo'lib o'tadi. Bu tomonda mana ko'rishingiz mumkin. Xonaning o'zining ko'rinishi. Kamerang o'zim bilan qimirayapti. Yaxshi, face tracking zo'r ishlayapti. Aynan mana shu roomda bu Astralis komandasi o'tib ketdi. Keyinchalik boramiz.
Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, aynan mana shu joyda hamma ko'rgan intervyular berib o'tiladi. Har bitta igroqlar bitta keladi va mana shu fonga joylashadi. Keyin savol beriladi jurnalistlarga. Qaysi komanda chempion bo'ladi deb o'ylaysiz? Falcon, Vitality yoki Furyada ham shans katta. Tipa mana shunaqa intervyular bo'ladi tushunishlar uchun. Oddiy narsa ko'rinishi mumkin, lekin bu yerda prosta gap bilan aytish. Mayli, ko'rib boramiz. Orqa fonda Team Liquid komandasi futbol o'ynab turibdi, to'p tepib. Men bu yerda zamga qilib turibman. Ishonish qiyin, o'zimga o'zim ishonmayapman. Team Liquid jamoasi o'yini boshlanishidan oldin qizib olish. Oppa. Sorry, bro. Qiz pro igroqlar bilan birga to'p o'ynayman deb umuman o'ylamagandim, lekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, bilan yaxshi kelib oldingiz. Plüshbeng. Qandaysiz? Jotdik. Nima bo'lyapti ichkarida? O'yin? O'yin bo'lyapti. Hamma joyga do'sti bor ekan bu bilan, press bilan. Endi 3 ta zonaga kerakli joylari. Bormi? Ha, ketdik. Короче, bitta narsani ko'rsanglar, ketdik, aqro boramiz, brat. Kim bu igroqlar? Team Astralis, Device, Magic, butun komanda chiqib ketsa ham ketdik. Mana bu ana xona. Ertaga studiya bo'ladigan xona mana shu. Mana shu xonada bo'ladi fotosessiyalari. Sekin, bismillah deb. Bismillah. About this last match training specifically, you started really well, then it started kind of downhill. Igroqlar intervyu, bu yerda imzolar qo'yib beryapti. Eski kompleksdagi komandasini. Igroqlar. Eshitasizlarmi? Orqa fondagi atmosfera. Hozir biz sekinlik bilan oldinga qarab yurishni boshladim. Endi men o'zim qaysi tomonga qarab Astralis komandasini oldiga boraman. To'g'rilaymiz. Bu yerda Astralis komandasi igroqlari joylashib olishgan. Bu esa arenani bu tomondan ko'rinishi. Arenani o'zida turib o'yinni ko'rish. Magic chiroyli headshot. Sharhlab bergim kelayapti o'yinni. Yutqizib qo'ydi birinchi kartani va hozir sekin dam olishga chiqib ketiladi. Liquid jamoasi. Yeah, where's our admin handler guy? Rish. Guys, amazing job. Really good in terms of initiative, connecting the dots, calling for each other. Even in 3v5, we never gave up. We were making insane step ahead fucking plays when you hide on last box on Rambro. I'm so proud of you. You were so fucking smart. It's crazy. It's actually crazy. Okay, guys, Mirage is next. Karta Mirage va orqa fonda mana ko'rib turibsizlar, Liquid komandasi taktika tuzayapti, taktika. Taktikalar qarаш tuzildi. Make sure that you guys call the proper timing. Only call the give Tommy some time to get ready for the UTL. Then you call it from the practice. Triple sides are ready. Taktikalarni eshitdingizmi, Murat? Shuni o'zi gapiryapti faqat. Nima deb gapirdi? Ha? Eshitdingizmi taktikani? Windowga smoke, короче, Mirage kartasida. Короче, bilgan bo'lsanglar mana o'zimizda bo'lsa hamma gapiradi. Bu komandalarda mana bitta kapitanga trener gapiryapti. Bo'ldi, qolgan hamma jim turibdi. Kapitan shu mana hudida turibdi. Bunaqa narsalarni ko'raman deb o'ylamagan.
Qaysi komanda yutadi deb o'ylaysiz o'zingiz, brat? Hozirmi? Hozir. Endi Astralis tiltda. Astralis Liquid yutadi. Liquid yutadi. Device xafa bo'ladi lekin. Ko'ramiz. Sekin ovqat izlab keldik. Ovqat topib yeyishga nimadir qilib olamiz. Normal, right? Yo'q. Inglizcha gapirib tashlaysiz? Inglizcha. Have a nice day. Thank you. Kola plus bir ikkita yeyishga mayda chuydalar oldik. O'tiramizmi aşağıya? Bir tomon o'tib. Taking efforts is gone. Matthews at the time on that DQ, but Kenny they needed to start again into stage 3. Ultimate have one hell of a day on this deciding game to survive here in Budapest. Yevgeny Husi fighting on competition. Astralis jamoasi turnirda aynan mana shu joyda tark etdi. Liquidga 2-0 hisobida mag'lub bo'lib. Xo'p, bugungi kun o'yinlar ham o'z nihoyasiga yetdi. To'g'risi, nihoyasiga yetgani yo'q, biz qaytamiz, prosta 3 ta maxda o'yin unaqa qiziq emas. Astralis hamda Liquid o'rtasidagi bahsda Astralis yutqizib qo'ydi va turnirda aynan mana shu yerda tark etadi. Orqada hozir igroklar intervyu berib turibdi. Mana bu yerda ko'rsalar ham bo'ladi fonda. Hoxi, aslida ular qayerda intervyu beryapti degan savolga javob bersa, mana bu yerda topamiz. The consistency in form maybe wasn't quite found. Did you feel like you were coming into the major in better shape? Nima ham derdik, Liquidni muxlislari bo'lsa, tabriklab qolamiz. Zo'r o'yin bo'ldi. Liquid haqiqatan ham ustunligini ko'rsatib qo'ydi baribir. Liquid stage 3da. Hozir biza, xo'p, bunaqa roomda biza intervyular olinadigan joyda qanaqa igroklar bor bu yerda. Naf hamda Ultimate va Magisk intervyu berib turibdi. Orqa fonda esa Stewie. Hammaga salom. Baribir o'z yaxshi ishlayapti deb aytaman. Xo'p, bugun Mediadayga kelganimizda savollar tuzib o'tiramiz hozir. Nikoni shu olish kerak hozir. Eng glavnisi, ha? Niko, Maladoy, keyingi kim edi? Exertion. Xtertion. O'sha igrok, mana shu 3 ta igrok berilgan bizga. O'shanda maksimum 10 minutdan vaqtimiz bor. Savol, javoblar, intervyular, mana shunga o'xshaydigan qiziqarli kontentlar qilamiz. Xo'p, mana bu media room aynan mana shu joyda igroklar kirib kelgandan keyin syomka boshlanadi. Ungacha kichkina tayyorgarlik deb aytsak ham bo'ladi. Maladoy keldi, Maladoy. Bratlar bilan intervyu, keyin biz bilan bo'lar ekan. Kutamiz. Bilmayman, streamda olsa kerak. Bittami? Okay, which professional CS player inspired you to get in a Counter-Strike? No one, but when I started playing Kazakhstan team, my friend Kavash, his nickname, he messaged me to test one team. It's a Russian team, DMS, and I'm starting this team. What's the craziest clutch of your career? The one you will still remember? I think I play against A Borders. I win 1v5, and its map was ancient, and I win 1v5. That's great. Which Uzbek CS players do you know? I know Team Depo, and I know Frog, Wetfi, IC1. I know these people. Government support Uzbekistan. For me, it's very good. I'm very happy when I see this. Thank you for interview. Thank you. Thank you. Thank you. Take care. Orqa fonda Fallen intervyu beryapti. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Papa Fallen. Atak biza undan intervyu olmaymiz lekin. Ha, brat? Ha. Fallen bermayman dedi-ku, gam. Yaxshi.
Короче, Yekindir tirigi. Monitorga rostdan yaqin. Hozir arenada Furia komandasi endi bizlarni bergan do'ppi bilan ham turgandir Follow menimcha. Bu arenada o'tiribdi mana bu yerda. Mana shu yerda ertangi o'yinlar uchun tayyorgarlik edi. Fotosessiya ekan. Qanaqadir kontent olyapti bular menimcha o'zini YouTube'iga. Nabrat nima deysiz? Mana shunaqa orqa fonda tayyorgarligi. Qanaqadir qisqa kontentlar olyapti menimcha katta ehtimollik bilan. We are Flashbang project from Uzbekistan, and I have a short questions for you. Which professional CS player inspired you to get into Counter-Strike? Rain. Rain. Thank you. And what's the craziest clutch of your career, the one you still remember? Craziest clutch of my career, man, that I remember right now is the 1v4 and that's 2 against FaZe on Blast. I think it was my only 1v4 in my career. So yeah, I remember this clutch. Okay, thank you. And what's the worst tilt moment in CS? When you get blinded by your teammates. And also, if you could steal one skill from any player, which I would steal Donk's mechanics. Donk's mechanics, yes. And also, which Uzbek CS players do you know? Ooh, it's a good question. Sanji, yeah, but there is also someone who starts with the R, I remember. Ryujin. Yeah, Ryujin, yes. I remember this guy, yes. Maybe something SSJ or? Yes, secret team. Yes. Something like this, yes. And can you say something to our Uzbek fans? Hello, our Uzbek fans. It's really nice to meet you guys. I hope that there will be more talents coming out of your scene. Sanji was the last big player. He was a great role player in the CS. So, yeah, I hope to see more of you guys in the Tier 1 soon. Can you say Salam Uzbekistan? Salam Uzbekistan. Thank you, bro. You're welcome. Hope in the navbat Paynga. Payn intervyu beryapti. Bu yerda komanda bilan birgalikda. Zo'r. Hozir ko'rsataman. Mana молодой игрокda ham hamma tanisa kerak yosh. Kim kirib keldi? Buni qaranglar. Majis, Mouse. Hamma top pro игрокlar keldi. Orqa fonda G2 polniy komanda bilan kirib keldi. Xo'p, hozir Niko kirib keldi. Mana Niko bilan biz birgalikda intervyu olamiz. Orqada Monisi hamma Falconlarning igroklari turibdi. Intervyuni qisqa bu tomonga o'ng tomonga qarab turing kamera. Zonik. Nimadir deyapti hozir, brat. Nimadir deyapti. Lekin mayli, bizga asosiysi Niko kerak. Niko hozir intervyu berib bo'lgandan keyin navbat bizga keladi. Tursak bo'ladi. Bu yerda Monisi hozir kimgadir intervyu berishga tayyorgarlik ko'rib turibdi. Nimadir so'rayapti. We are Flashbang Media Project from Uzbekistan. You know you have a lot of fans from Uzbekistan, and if you're ready, we can start. Yes, I'm ready. Which professional CS player inspired you to get in Counter-Strike? Which player inspired me to get into Counter-Strike? How can you get in Counter-Strike? Yeah, I mean, for me, I started playing Counter-Strike before I even knew that, you know, the tournaments exist and everything, because I was playing in the PC cafe. You know, I was playing with just the local people in the cafe, and I don't think I had an inspiration. I just
kind of found early love with the game, and then I started playing, and then I started watching all the professional players afterwards, and I would say I didn't have an inspiration to become a player from anyone, but I think I wanted to be someone like. There was a lot of players I liked before. Obviously, like Forrest, Gertrude, these guys, but earlier as well, I liked players from SK like Face, DSN as well from Fnatic. There's been a lot of players that I loved watching. Oh, okay. What's the craziest clutch of your career? The one you still remember? The craziest clutch of my career that I still remember. For me, I would choose the clutch in Boston Major versus Mouse. It was in quarterfinals or semifinal. I'm not sure. It was 15-14 for them, and then I clutched 1v2 or 1v3 on Nuke when I was burning in vents, and I killed 2 guys. So this one sticks out the most. And then, what's your worst tilt moment in Counter-Strike in your career? Worst tilt moment. Can I guess? Can I guess? Yeah, you can. It's versus Vitality and 1v1. Oh yeah. I think that one definitely. When you broke the table. Yeah. I was very frustrated after not winning that clutch because everything was perfect, and then I didn't kill Apex. So let's go with that one. Okay. And if you could steal one skill from any player, whose skill would you take and which one? One skill that I could take from some player, only one. Yes, only one. I would take. Let's take Donk's aim, or I would take Ilia's movement, for example, as well. And thank you. What's your very first in-game nickname? My very first in-game nickname. Do you remember? I don't remember my first. I know that at some point my name was King, but it was in but it was in Bosnian like Kralj. So but I think the one that I can remember and say officially was Nicolinho. That was my first official kind of nickname. And which Uzbek CS players do you know? Which Uzbek CS player do I know? What about Sanji? Oh yeah, okay. I forgot about him. Is he still playing? No. No? Okay. And there are many talented CS players in Uzbekistan dreaming of reaching Tier 1. And what's one piece of advice you will give them? Keep believing in yourself. There's a lot of resources to become a better player. Make sure to use them. Dedicate your time properly in the game. Don't just, play face it and have fun. Make sure to learn from each game. Don't waste time ever, because that's the most important thing. And doesn't matter where you are or where you're from. I think there's always a way to achieve your dreams, even if it's a bit harder if you're from maybe Uzbekistan or something like that. So keep believing in yourself. Can I give you one small traditional gift from Uzbekistan? It's our national hat. Thank you. And it's like souvenir. Can you wear for what your hairstyle is? Can you say Salam Uzbekistan? Salam? Yes, Salam Uzbekistan. Yes. Salam Uzbekistan. Thank you, Nico, for in the ring. Thank you. Hozir Spirit jamoasi to'liq sostav bilan kirib keladi media zonaga. Kirib kelishlarini hamma narsasini videoga olamiz. Ko'rasizlar o'zinglar qanaqa bo'lishini. Kirib keldi, игрокlar kirib keldi. Mana bu yerda. Donk. Hamma игрокlar kirib keldi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, mana. Kamera. Orqa fonda hamma игрокlar bor. Donk. Donk intervyu beryapti. Bitta xonada 3 ta legenda bilmadim. Bu yerda ko'rib turibsizlar orqa fonda Donk,
Rops. 3-chisini bilasizlar kimligini. Vitality jamoasi hozir sekinlik bilan stejga kirishni boshlayapti. Apex. Xo'p, afsuski Zayevov bilan rasm tushunmadim. Do'ppi bermoqchi edim Zayevov va Apexga ulgurmay qoldik. Srazu intervyuni berdi-yu, chiqib ketdi. Starladerni o'zi intervyu olishga faqat ruxsat olib olgan ekan Apexdan. Tushunishinglar uchun nima ham derdik, hozir mana endi orqa fonda boramiz birgalikda sekinlik bilan arenani yana bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda Team Vitality. Xo'p, media deyman endi. Undan oldingi ishlarmi? Team Vitality trenirovka qilyapti hozir. Qisqa qilib aytganda, media day mana shunaqa o'tdi. Media day va bizning birinchi kunimiz. To'g'ri. Nima demoqchiman? Agarda siz ham streamer bo'ladigan bo'lsangiz yoki KZ2 blog yuritadigan bo'lsangiz, bemalol bizning Flashbang communityga qo'shilishingiz mumkin. Agarda sizda ham orzungiz bo'ladigan bo'lsa yoki orzu kim uchundir bu orzu, kim uchundir oddiy holat. Men o'zim orzu qilgandim, aynan majorga kelib mana bu igroklarning orasida yurishni va o'sha orzularning bittasiga erishdim. To'g'risi qo'ldan kelgancha igroklar bilan intervyular oldik. Qiyin masala buni o'zi. Keyin esa do'ppilar ham sovg'a qildik. Fallenga, Nikoga berdik hozircha. Nima demoqchiman? Agarda siz ham bloger bo'ladigan bo'lsangiz, KZ2 yo'nalishi bo'yicha yoki streamer bo'lsangiz, bizning Flashbang communityga qo'shilishingiz mumkin. Kelib, aynan mana shunga o'xshaydigan turnirlarda xuddi bizda yurgandek mana bunaqa badjiklar bilan harakatlanasizlar va igroklar bilan birga yurib atmosferada haqiqiy ichkaridan ko'rib borasizlar. Kelinglar, birlashinglar. O'zbekistonda ham katta auditoriya, katta qiziqish borligini bildirib qo'yaylik butun dunyoga. KZ2 ham O'zbekistonda hozir ancha rivojlanib kelayotganini hamma sezishi kerak. Shuni harakati bilan yuramiz va o'zimizni ham orzularga sekin-sekin erishamiz mana shu orqali. Ekranning orqasida men sharhlab, masalan, o'yinni ko'rib turishim yoki sharhlashimdan oldin ham o'yinlarni ko'rib turganimda, to'g'risi bir kun kelib mana shu yerda ko'rishib, igroklar bilan birga gaplashib yoki intervyular olaman degan narsa xayolimdan ham o'tmagan. Lekin Flashbang proyekti boshlanganda shuni maqsad qilib qo'ygandim. Flashbang community qilishdan o'zi maqsadimiz ham mana shu, aynan mana shunga o'xshaydigan katta-katta turnirlarga O'zbekistondagi streamer yoki shu KZ2 bo'yicha auditoriyasi bor odamlar kelib kontent qilishi. Chunki qancha ko'p o'zbek tilida kontent kreatorlar borligini biz bularga ko'rsatsak, shuncha foydaga ishlaydi albatta. Bizning eshiklarimiz hammaga har doim ochiq. KZ2ni rivojlantirish xohlasangiz, kutib qolamiz sizni ham. Vitality komandasi rasmga tushib oldi hozir. Mayli, oxirini bo'lsa ham videoga oldik. Uspek qildik, rasmga ham tushib oldik. Bular biz bilan tushmagan bo'lsa ham biz bilan. Tugadi, qarach. Xo'p, bugun o'yinlar boshlanishdan oldin hozir birgalikda Vitalityni to'p o'ynab turganini tomosha qilamiz. Komandasi bilan birgalikda mana orqa fonda o'ynab turibdi. Biz yaqin bora olmaymiz, lekin mana shu yerdan tomosha qilib tursak bo'ladi. Atmosfera mana shunaqa. Yangi yil bu yerda. Vitality jamoasi issiq kartoshka degan o'yin o'ynab turibdi hozir. Brat meni to'g'aradilar menga. Xo'p, arenaga kirib kelamiz. Stage 3 o'yinlari boshlangan. Tomosha qilamiz. Bugun muxlis ancha ko'p bu yerda. Muxlislar yaxshigina yig'ilib olishgan. Va Team Spirit va Team Liquid komandalarining o'yini. Bu yerda Spirit jamoasi. Where is Dunk? Here is Dunk. Team Liquid esa u tomonda ekan. Muxlislar va arena. Bugungi o'yinlar boshlangan.
hali play-offda bundan ham zo'r bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdan hozir kovriga oldim. Bu kovrikka endi imzo qo'ydiramiz. Kimga bilasizlarmi? Yo'limizdan chiqqan proyuroklarga. Menimcha katta ehtimol bilan Monisi lekin imzo qo'ydirishim kerak, chunki bitta Kimken sen uchun mana bu qarochi. Hozir Monisini topib imzo qo'ydiraman. Yana boshqa igroklar chiqib qolsa ham normal igroklar unga imzo qo'ydirib olaman birdan. Hey, hello bro. I'm from Uzbekistan. Can you say Salom Uzbekistan to Uzbek? Hello Uzbekistan. And thank you bro. Good luck. Bu yerda hozir Furia komandasi to'p-tep turibdi. Vitality jamoasi yutqizib qo'ydi va hozir mana bu orqa yo'lakdan kirib keladi hammasi. Kelibdi, yo'lda ko'rsam hozir. Hello. Привет, брат. Oh, Team Vitality. Zayvu, HTQZ. Furia muxlislari o'yin boshlanishdan oldin. Lekin bu yerda hozir eng ko'p muxlis menimcha Furiyada bo'lsa kerak. Que Serrato. Que Serrato. Ha. Короче, Navin o'yini boshlanadi. Abidur polni sharoit qilib kelgan o'ziga. Navin nimalar bilan? Kim yutadi, brat? Navi. Oh. Ana, qiyofadosh. O bu yerda Navi komandasi mana joylashib oldi. Bizlar Navi tomonda, bizlar hozir. Maqsad videoga chiqish. Arenada ko'rsatish. Bor maqsad mana shu. Farqi yo'q. O'yin boshlanyapti. Navi'ni banatlarini orasiga olganmiz. Ha, brat. Let's go Navi! Qissa qilib aytsak, major mana shunaqa o'tdi. Qissa qilib aytsak, major mana shunaqa o'tdi. Media Day birinchi kun yakunimiz. Qalay bo'ldi, brat, siz uchun? Nerealniy o'tsa. Nerealniy o'tsa. PGL ga borib uzoqdan tomosha qilib bilgandik, lekin o'sha payt igroklarni. PGL baribir major o'rinda emasdi. Ha. O'sha paytda ichimdan o'tganda men nasib bo'lsa borib shunday igroklar bilan yurib, bir nima qilib, rasm tushib, intervyular hammasini qildik bu turnirda. Qildik-da. Navi hozir endi yutqizdi. Endi yana bitta shansi bor, yutsa kerak. Ya'ni ikkita shans bor hali. Bugun hisobida bizlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan bitta shans qoldi Navini. Lekin nimaga chiqdik biz? Starlat berdi o'zini nimasiga? Ofitsiallik kanaliga. Ofitsiallik kanaliga JL istoriyalar qo'yib tashladi. Yo'q, lekin to'g'risi emotsiya juda ko'p. Follan dupplar bilan chiqib, Nikola fotosessiyalarda butun hamma joyga. O'zi yaxshi bo'ldi, ko'p jurnalist kelmagan. Unaqa bu imенно shu bosqichga kelganimiz. Play-offda lekin umuman ulgurmaymiz-da. Play-offda ruxsat ham bermay ko'pligida. Shunaqa bo'lib qoladi. Mayli, qissa qilib aytganda shunaqa bo'ldi, bolalar. Chu bo'ldi. Biz kayf qildik. Sizlar ham o'sha narsani his qilgan bo'lsanglar, videoni ko'rib, xursandmiz. Savoqlar keyin play-offda videolarni yana ko'rishamiz. Charchamanglar. Elsewhere, if he'll go back for that play again, he'll look for this. He loses Torji, and he's not going to play it greedily. Instead, just tucks in behind Optimus, and he's right there on the break. Alex pushing it, and he'll actually close this out. Huge impact out of space when it matters. Hey! The beat will not find their lifeline. So nasty out of space. 4 kills and definitely one. Qissa qilib aytganda major turniri mana shunaqa atmosferada bo'ladi. Realni biz kayf qildik bu narsani ko'rib, chunki KSda o'zini o'yinlarini, pro o'yinlarini ko'rib yurgan odam mana bu yerda kirib his qilib ko'rsa buni umuman boshqa narsa. Aynan birinchilardan bo'lib biz press, ya'ni media odami sifatida aynan o'zbek tiliga deb topshirgan holatda bu narsaga erishdik. Bunda albatta sizlarni ko'rib turgan odamlarning hissasi juda katta. Shunday ekan, yana bizani qo'llab-quvvatlashda davom etsanglar, biz sizlar uchun eng zo'r va unikal kontentlarni qilishda davom etamiz. Xudo xohlasa, keyingi yil ham har bitta turnirda qoldirmasdan mana shunaqa qilib media odami sifatida yoritishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham men community qilmoqchiman, ya'ni o'zim o'tirib bu yerda streamni qilsam, o'yinni sharhlasam, bu yerda esa kelib yoritadigan bizga jurnalistlar kerak. Keyingi turnirlarda aynan mana shu arenaning o'zida turib, ya'ni orqadagi
joyda chiqib olib, shu yerdan bitta xonani shuna bron qilib streamlar qilish nasib qilsin-a. Nima deydilar? Like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz kanalga va hali playoff videosi chiqadi aytgancha, playoffda yana alohida YouTube vlog qilib joylashtiraman. Uni ham kutib turinglar, chiqaramiz playoffda o'tib olgandan keyin.